Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan malyal va titr konsentratsiyalar haqida gaplashib o'tamiz va bu konsentratsiyalarni o'zini qanday topish haqida osonroq masalalarni birga ko'rib o'rganib chiqamiz. Demak, malyal konsentratsiyani o'zini ta'rifi nima? Malyal konsentratsiya 1 kilogramm erituvchida, demak, erigan moddaning molini bildiradi. Demak, 1 kilogrammda nechadir mol eriyapti, ana shuni bildiradi. Demak, malyal konsentratsiyani topish uchun bizga erituvchini massasi kerak va erigan moddaning moli kerak. Endi mana shular orqali topib chiqishni ko'ramiz. Malyal konsentratsiyaga demak mana shu ikkita narsa kerak bo'ladi ekan. Erituvchini massasini topish uchun nima qilsak bo'ladi? Misol uchun suvni massasi, tuz eritmasida suvni massasini topish uchun nima qilamiz? Eritmani massasidan, demak, erigan moddani massasini ayirib tashlab topib olsak bo'ladi. Misol uchun 100 gram eritma ichida 20 gram tuz bo'lsa, 80 gram suv bo'ladi. Ya'ni erituvchi massasini topish uchun mana shunday tuz bo'ladi. Xo'p, erigan moddani massasini topishimiz kerak va o'sha orqali uning molini topamiz. Demak, misol uchun natriy OH erigan modda. Natriy OHning molini topish uchun nimasi kerak bizga? Massasi kerak. Bu necha molligini topish uchun 40 gram bo'lsa 1 mol, 20 gram bo'lsa 0,5 mol, 100 gram bo'lsa 2,5 mol va hokazo. Demak, moddani massasi kerak ekan. Massasi orqali molini topsak bo'lar ekan va hokazo. Qaytaraman, bu videoda faqatgina osonroq masalalar ko'ramiz va konsentratsiyalarni aralashib ketgan, ya'ni konsentratsiyalar aro masalalar haqida biz keyingi videolarimizda ko'rib gaplashib yechimini ko'rib ketamiz. Endi malyal konsentratsiyani boshladik masalalarni ko'rishni. Birinchisi 500 gram suvda 2,5 mol osh tuzi eritilishdan hosil bo'lgan eritmaning malyal konsentratsiyasini toping. Demak, bizga erituvchini massasi kerak 500 gramda ekan. Demak, buni kilogramga o'tkazsak yoki kilogramga o'tkazmasdan shunday 1 kilogrammga nisbatan topib ketaversak ham bo'ladi. Ya'ni 500 gram suvimizda demak 2,5 mol osh tuzi bor ekan. 1000 gram, ya'ni 1 kilogrammda qancha osh tuzi bo'ladi? Proporsiya qilsak, demak 5 mol chiqadi. Bu degani 1000 gram suvda 5 mol natriy OH erir ekan. Demak, malyal konsentratsiyasi 5 bo'ladi ekan. C javob. Keyingisi 290 gram eritmada glyukoza 90 gram ekan. Malyal konsentratsiyani topish kerak. Boya ko'rganimizdek, eritmani massasi 290 dan biz ayirib tashlaymiz 90 dan. Nima uchun? Bizga erituvchini massasi kerak. 290 gram eritmadan erigan glyukozani massasini 90 gramda ayirib tashladik. 200 gram bu erituvchi. Demak, 200 gram erituvchimizda glyukozamiz, xohlasalar mana shu joyda massa bo'yicha ketinglar, xohlasalar mol bo'yicha farqi yo'q. Xo'p, massa bo'yicha ketsak, birinchi usullik. Demak, 200 gram erituvchida 90 gram glyukoza bor. 1000 gram erituvchida, ya'ni 1 kilogram erituvchida qancha glyukoza bo'ladi? Proporsiya qilsak 450 gram chiqadi. Demak, 450 gram glyukozani molini topish uchun 180 ga bo'lib yuborsak, adashmasam 2,5 mol chiqadi. Demak, 1000 gram erituvchida 2,5 mol glyukoza erir ekan. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul, glyukozani molini topish kerak. 90 gram glyukozani molini topish uchun 180 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, demak 0,5 mol glyukoza chiqadi. Mana shu 0,5 mol glyukozani o'zi 200 gram erituvchida, 1000 gram erituvchida qancha glyukoza eriydi? Proporsiya qilsak 5 barobar ko'p bo'ladi, 2,5 mol chiqadi. Demak, xohlang massa bo'yicha, xohlang mol bo'yicha farqi yo'q. Demak, 1000 gram erituvchiga nisbatan glyukozani molini topishimiz kerak ekan. Keyingi masalamizda 200 gram suvda o'z massasidan 5 marta kam kalsiy bromid eritilibdi. Endi malyal konsentratsiyasini so'raylik. Aniq erituvchidan 5 marta kam ekan. Xohlang 200 gramga nisbatan oling, xohlang 1000 gramga nisbatan. Chunki malyal konsentratsiyada 1000 gram suvga nisbatan, o'zi aniqroq 1000 gram erituvchiga nisbatan olinadi-ku. Hozir siz ham 1000 gram deb olsangiz bo'ladi, farqi yo'q. Agar 1000 gram erituvchi olsangiz, demak 5 marta kam kalsiy bromid erigan ekan. 1000 ni 5 ga bo'lsak
Demak 200 gram nima bo'ladi? Kalsiy bromid bo'ladi. Kalsiy bromidni demak 200 gram necha mol bo'ladi? 1 mol bo'ladi. Bu degani 1000 gram suvda 1 mol kalsiy bromid erigan. Molyal konsentratsiyasi 1 ekan. Mana shunday ishlatsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa, boyagina 200 gramda ishlatsangiz ham bo'ladi. 200 gram suvni o'zini 5 ga bo'lib yuborasiz. Shunda 40 gram kalsiy bromid chiqadi. Demak 40 gram kalsiy bromidni molini topish uchun 200 ga bo'lib yuborsangiz, ya'ni 1 mol 200 gram, 40 gram necha mol proporsiya qilsangiz bo'ladi. Farqi yo'q. Shunda chiqadi 0.2 mol. Endi proporsiya qilasiz. 200 gram suvda 0.2 mol bo'lsa, 1 kilogram, ya'ni 1000 gram suvda qancha mol bo'ladi? Proporsiya qilsangiz, bunda ham baribir molyal konsentratsiya 1 chiqadi. Farqi yo'q. Bunda ham demak bir xil javob chiqadi ekan. Keyingisi 750 ml suvda necha mol atom saqlagan kaliy gidroksid eritilsa 0.4 molyalli eritma olinadi. Endi suvni zichligi standart sharoit, adashmasam 4 gradus deb bo'lsak, 1 ga teng. 750 ml ni 1 ga ko'paytirsak, ya'ni zichligi suvni zichligini 1 deb turib 1 ga ko'paytirsak 750 gram suv bo'ladi. 750 gram suvda qancha kaliy gidroksid bor molni topishimiz kerak. Molyalligi 0.4 ekan. Bu degani 1000 gram suvda 0.4 mol kaliy gidroksid eridi. 750 gram suvda qancha kaliy gidroksid eridi? Proporsiya qilsak 0.3 mol chiqadi. Demak kaliy gidroksidimiz 0.3 mol bo'lsa, atomlarni molini so'rayapti. Kaliy gidroksidni bizda moli bor. Undan atomlar topamiz. Kaliy bor, kislorod bor, vodorod bor. Demak 1 mol kaliy gidroksid bo'lsa, unda 3 mol atom bo'ladi yoki 3 ko'paytiruv Avogadro sonicha atom bo'ladi. 0.3 molida qancha atom bo'ladi? Proporsiya qilsak 0.3 3 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. 0.9 ko'paytiruv Avogadro sonicha atom bo'ladi ekan. D javob. Bu demak 32 ni yechimi. 33-masalamizda qancha suvda 3.2 mol kislorod tutgan sulfat kislota eritilsa 2 molyalli eritma hosil bo'ladi. Sulfat kislotani tarkibidagi kislorodning molidan biz sulfat kislotani molini topib olamiz. Ya'ni 1 mol sulfat kislotada 4 mol kislorod atomi bor, bizda 3.2 mol kislorod atomi bor deyapti. 3.2 mol kislorod qancha sulfat kislotada bo'ladi? Proporsiya qilsak 0.8 mol chiqadi. Demak, sulfat kislotamiz 0.8 mol bo'ladi ekan. Endi mana shu sulfat kislotamizni o'zi 2 molyalli eritma hosil qilgan ekan. Ya'ni mana shu 0.8 mol sulfat kislotani o'zi qancha suvda eritilsa deyapti. Demak, 2 molyalli degani bu 2 mol sulfat kislotamiz 1000 gram suvda erigan degan. 2 mol sulfat kislotamiz 1000 gram suvda eriydi ekan, yoki suvning zichligi 1 bo'lgani uchun 1000 ml deb olsak ham bo'ladi. 1000 ml suvda eriydi. 0.8 moli qancha suvda eriydi? Proporsiya qilsak 0.8 1000 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Shunda 400 gram chiqadi. Bu degani 400 ml chiqadi. Hajm bilan proporsiya qildik. Bu bo'yicha emas, hajm bo'yicha proporsiya qildik. 400 ml suvda erigan bo'lishi kerak ekan. Keyingisi 250 ml suvda 7 gram noma'lum modda erigan ekan, molyalligi 0.5. Demak, molyalligi 0.5 degani 0.5 mol moddamiz 1000 gram suvda erigan degani. 250 ml bu 250 gram suv degani, 250 gram suvda qancha eriydi? Proporsiya qilsak 4 marta kamayapti. 0.125 mol eriyapti, modda eriyapti ekan. Demak, 7 gram moddamizni moli 0.125 mol bo'lsa, 1 mol moddani moli qancha? Proporsiya qilsak, o'z mana bu 0.125 degani kasr ko'rinishda 1/8 degani. Ya'ni 8 marta kichik degani. 7 kara 8 mana bu yerda 56 gram chiqadi, proporsiyani ishlaydigan bo'lsak. Demak, noma'lum moddani 1 molda emassasi 56, bu kaliy gidroksid bo'ladi ekan. Endi yana bitta masalamiz qoldi molyal konsentratsiya bo'yicha. Mana shu vodorod va kislorod atomlari soni teng bo'lgan nitrat kislotaning suvli eritmasining molyalligi nechaga teng? Xo'p, nitrat kislota eritmasi suvli eritmasida nima bo'ladi? Birinchi navbatda yozib oladigan bo'lsak, kislota bilan suv bo'ladi.
Bunda har xil usul bor. Xohlaganlar misol uchun mana bu suvni 1000 gram deb olib turib, undagi vodorodni top, kislorodni top, keyin mana bu nitrat kislotani x mol deb ol, o'sha bo'yicha top. Bunday qilsangiz ham bo'ladi. Bu ham to'g'ri. Bu birinchi usul. Ya'ni siz hozir topadigan bo'lsangiz qanday qilasiz? Hozir mana shu joyda ham ko'rsatib ketay. Lekin men bunday ishlashni tavsiya bermayman. 18 gram suvda 2 mol vodorod, 1 mol kislorod bor. 1000 gram suvda qancha vodorod, qancha kislorod bor molni topasizlar. Mana bu yerda molni, A'ni, B'ni topasizlar, mollarini topasizlar. Nitrat kislotani x mol deb olsak, undagi vodorod x bo'ladi, kislorod 3x bo'ladi. O'sha vodorodlarni kislorodlarni qo'shib nima qilamiz? Tenglab yuboramiz. Vodorodlarning mollarini kislorodni moliga tenglaymiz. Bu birinchi usul. Bunday qilsangiz ham bo'ladi. X topasiz. Qisqasi x nitrat kislotani moli chiqadi. Ya'ni bu molyalligi 1000 gram suvda necha mol eriganligi kelib chiqadi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri kelib chiqadi. Bu birinchi usul. Ikkinchi usulda qanday qilsangiz bo'ladi? Xohlasangiz kislotani 1 mol tanlab oling. Xohlasangiz suvni 1 mol tanlab oling. Men kislotani 1 mol tanlab olmoqchiman. 1 mol kislota, x mol suv va vodorod kislorodlarni tenglab yuboramiz. 1 mol kislota, x mol suv. Hop, 1 mol kislotadagi vodorod 1 mol, x mol suvdagi vodorod 2x. Bu demak umumiy vodorod bo'ldi. Umumiy kislotani 1 molda 3 mol, x mol suvda x mol. Demak, umumiy kislorodlarni umumiy vodorodlarga tenglaymiz. Shunda x teng 2 kelib chiqadi. Bu degani suvimiz 2 mol bo'lar ekan agar kislotani 1 mol oladigan bo'lsak. Endi proporsiya qilamiz. 2 mol suvning massasi 54 gram. 54 gram suvda 63 gram nitrat kislota eriydi. Yoki bo'lmasa buni moliga o'tsak bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri 1 mol deb olib ketsak bo'ladi. 1 mol eriydi. 1000 gramda qancha eriydi? 1000 gramda qancha eriydi? Proporsiya qilsak, demak, molyal konsentratsiyasi to'g'ridan to'g'ri kelib chiqadi ekan. Hozir oldingi masalalarga o'xshab hisob-kitob qilmagandim. To'g'ri chiqdi. 18,51 chiqdi. No, bizda unaqa javob yo'q. Qayerda adashgan bo'lsak endi? Ha, 2 mol suv massasi 36. Nimaga 54? 36. Ya'ni 2 mol suv massasi. Shunda 1000 ni 36 ga bo'lamiz. Shunda 27,77 mol chiqdi. Bu degani 1000 gram suvda shuncha mol kislota erir ekan va molyalligi ham shuncha bo'ladi. Bu javob. Keyingisi titr konsentratsiya va buni ba'zilar zichlikka o'xshataveradi. To'g'ri, birlik jihatdan ikkalasi ham o'xshash, ya'ni titrni ham birlik gram taqsim millilitr, zichlikni ham birlik gram taqsim millilitr. Faqat nima? Titr konsentratsiyada massa kerak. Massa gram tuzniki va eritmani hajmi kerak. Millilitr. Xo'p, buni ta'rifi nima desangiz, 1 millilitr eritmadagi tuzni yoki erigan moddani massasi. Demak, bu titr konsentratsiya bo'lar ekan. Misol uchun 1 millilitr eritmada 0,8 gram tuz erigan bo'lsa, titri 0,8 bo'ladi. Tushunarsiz? Ya'ni tuzni massasini nimaga bo'lar ekanmiz? Eritmani hajmiga. Massa tuzniki, hajm eritmaniki. Demak, mana shu ikkita narsa kerak ekan. Va biz bilamizki, tuzni massasini topish uchun nimasi kerak bizga? Moli kerak. Mol orqali topsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa molyal konsentratsiya orqali yoki molyar konsentratsiya orqali, yoki bo'lmasa nima orqali topsak bo'ladi? Tuzni massasini foiz konsentratsiya orqali topsa bo'lardi. Yoki bo'lmasa
yana nima orqali topsa bo'ladi? Normal konsentratsiya orqali topsa bo'ladi. Ya'ni 4 ta konsentratsiya orqali tuzni massasini bemalol topsa bo'ladi. Molyal faqatgina mana bu molyar, normal konsentratsiya orqali tuzni birinchi moli topiladi, keyin massasi topiladi. Foiz konsentratsiya orqali to'g'ridan-to'g'ri tuzni massasi topiladi. Va tuzni moli berilgan bo'lsa, masalan, erigan modda yoki tuz farqi yo'q. Shu erigan modda o'zi aslida. Shu erigan moddani demak moli berilgan bo'lsa, orqali demak massasini topsa bo'ladi. Endi eritmani hajmini qanday topsa bo'ladi? Zichlik plus massa orqali topsa bo'ladi. Zichlik plus gram deyman, bo'ladimi? Ya'ni massa bilan zichlik berilgan bo'lsa, hajmni topsa bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisidan, misol uchun molyal konsentratsiya, yana shu molyar, endi molyal orqali topish yo'q, zichlik kerak baribir. Molyar konsentratsiya plus molni bersam topsa bo'ladi. Molyar konsentratsiya plus mol. Misol uchun 2 molyarli eritma bo'lsa va tuzni moli yoki erigan moddani moli berilgan bo'lsa, proporsiya qilamiz. Misol uchun 2 molni 1 litrda, shuncha mol necha litrda deb eritmani topsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa normal konsentratsiya va o'sha nima hajmni topsa bo'ladi mol orqali. Normal konsentratsiya plus mol yoki yana qanday topsa bo'ladi eritmani hajmini. Va odatda misol uchun ba'zi masalalarda shunday deb olamiz, hajm o'zgarmaydi deb aytish kerak bo'ladi. Misol uchun suvga agar gaz yutib turadigan bo'lsak, hajm deyarli o'zgarmaydi deymiz va misol uchun 1 litr suvga misol uchun 1 mol yoki 2 mol gaz yutib tursak, deyarli hajm o'zgarmaydi, 1 litr bo'lib ketadi deb olamiz va bu yoqda demak erituvchining hajmi ham bo'lishi mumkin ekan. Titr konsentratsiya mana shu tushunarli. Demak, bizga nima kerak? Birinchi navbatda biz maqsadni aniqlab olaylik. Nima kerakligini bilsak, topish muammo emas. Faqat nima kerakligini oldin aniq tushunib olishimiz kerak. Titr konsentratsiya uchun tuzni massasi yoki erigan moddani massasi kerak ekan va eritmani hajmi kerak ekan. Tushungan bo'lsalaring, bo'lmasa masalalarni ko'rishni boshlaymiz. 500 ml eritmada 100 gram erigan modda bo'lsa, titrini toping. Demak, 100 gram modda eriyapti ekan 500 ml eritmada va birlikka e'tibor bersangiz gram taqsim millilitr. Bu nima degani? 1 millilitr eritmada necha gram modda bor degani. Shuning uchun 1 millilitrga nisbatan topamiz. 1 millilitrda qancha gram modda bo'ladi? Proporsiya qilsak 5 marta kam bo'ladi ekan, 0,2 gram bo'ladi ekan. Demak, titri 0,2 bo'ladi ekan. Ajoyib. Keyingisi 8 millilitr eritma tarkibida 1,25 mol tuz bo'lsa, titrni topishimiz kerak ekan. Demak, 1,25 mol tuzni topishimiz kerak massasini. Xohlasangiz proporsiya qiling. 1 mol niskasi 160 gram, 1,25 mol qancha bo'lmasa, to'g'ri 160 ga ko'paytirib qo'ying. Shunda chiqadi 200 gram. 200 gram tuz bor ekan 8 millilitr eritmada. 1 millilitr eritmada qancha tuz bor? Proporsiya qilsak, bunda ham 4 barobar kam bo'lyapti. 0,25 gram bo'ladi bu eritmaning titr konsentratsiyasi. Ajoyib. Keyingisi titri 0,5 bo'lgan 400 ml eritmadagi erigan moddaning massasini toping. Titri 0,5 bu degani 0,5 gram modda 1 ml eritmada degan. 400 ml eritmada qancha bo'ladi? Proporsiya qiladigan bo'lsak, 200 gram chiqadi. Demak, 200 gram erigan modda bor ekan javob. Keyingisi 250 gram eritmada erigan moddaning massasi eritma massasidan 2,5 marta kam. Demak, tuzning massasi eritma massasidan 2,5 marta kam. Eritmaning massasi 250. Buni 2,5 ga bo'lsak, tuzning massasi kelib chiqadi. 100 gram nima bo'lyapti? Tuz bo'lyapti. Titr uchun nima kerak? Erigan modda bizda hozir tuz ekan, massasi kerak, topdik. Endi yana nima kerak? Eritmani hajmi kerak. Eritmani hajmini topish uchun nima qilamiz? Eritmani massasi bor, zichlik bor. Bo'ldi, hajmini topamiz. Demak, 250 gramni bo'lamiz 1,25 ga 200 ml chiqadi. Bunday topsangiz bo'ladi. Bu birinchi usul.
yoki yo'q proporsiya variantini ko'rsat desangiz, zichlik 1,25 gram taqsim millilitr. Bu nima degani? 1,25 gram eritmamiz 1 millilitr degani. Bizda 250 gram eritma necha millilitr bo'ladi? Proporsiya qilsak 200 millilitr chiqadi. Xohlang bu usulda toping, xohlang bu usulda. Farqi yo'q. Demak, eritmani hajmi baribir 200 millilitr chiqadi. Bo'ldi, tuzni massasi bor, eritmani hajmi bor. Proporsiya qilamiz. 100 gram tuzimiz 200 millilitr eritmada eriydi ekan. 1 millilitr eritmada qancha tuz eriydi? Proporsiya qilsak 0,5 gram tuz eriydi ekan. Titri 0,5 ajoyib. Keyingisi titr konsentratsiyasi 0,1 bo'lgan 48 millilitr eritmada 0,2 mol modda erigan bo'lsa, buni formulasini topishimiz kerak ekan. Titri 0,1 gram taqsim millilitr nima degani bu? 1 millilitr eritmada 0,1 gram modda bor degani. 0,1 gram. Bizda 48 millilitr eritmada qancha modda bo'ladi? Proporsiya qilsak 4,8 gram modda bo'ladi adashmasam. Endi mana shu 4,8 gram moddani moli 0,2 mol ekan. Va mana shu yerda o'zida bog'lab proporsiya qilib bo'ladi. Pastdan alohida proporsiya qilib farq yo'q. 4,8 gram moddani o'zi 0,2 mol bo'lsa, 1 mol modda qancha bo'ladi? Proporsiya qilsak 24 gram chiqadi. Demak, moddani 1 molda massasi 24. Bu javoblarga qaraydigan bo'lsak, litiy gidroksidga to'g'ri keladi ekan. Va bo'ldi, menimcha boshqa masala yo'q ekan. Aytgancha yana bitta masala bor edi, hozir ko'rsataman. Bundan oldingi masalani ko'raylik. Sulfat kislota bilan natriy gidroksid eritmalarini qanday hajmga nisbatan aralashtirganda neytral muhit hosil bo'ladi deyapti va mana shu joyda natriy gidrosulfatda ham adashmasam neytral muhit bo'lardi. Mayli, uni bir qidirib ko'raman. Agar kimga bir qiziq bo'lsa, izohlarga yozib qoldirishim mumkin. Demak, bu yoqda natriy sulfat hosil bo'lyapti deb olamiz. Gidrosulfatda adashmasam neytral bo'lardi, balki adashayotgandir. Kislota bo'lardi. Balki muallif o'zini savolni to'g'ri tuzgandir. Agar natriy gidrosulfatda muhit neytral bo'ladigan bo'lsa, savolni to'g'ri tuzgan bo'ladi. Natriy sulfat hosil bo'ldi deb ishlansin deb aytish kerak edi. Mayli, natriy sulfat hosil bo'ldi deb ishlasak, demak, sulfat kislotani o'zi 1 moli 2 mol natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishadi va natriy sulfat hosil bo'ladi. Endi natriy sulfat hosil bo'ladi va bizda ikkalasini titr konsentratsiyasini beradi. Farqi yo'q, bittasini tanlab olsak bo'ladi. Ya'ni, misol uchun agar sulfat kislotani biz 1 litr deb tanlab oladigan bo'lsak, sulfat kislotani 14,7 gram sulfat kislota bo'ladi. Ya'ni, birligini qarang, gram taqsim litr. Bu nima degani? 1 litr sulfat kislota eritmasi bor deb bo'lsang, ichida 14,7 gram kislota bor deyapti. Demak, biz 1 litr sulfat kislota deb tanlab olsak, ichida 14,7 gram nima bor ekan? Kislota bor ekan. O'zi reaksiyaga qaraydigan bo'lsak, 98 gram kislotaga 80 gram natriy OH sarflanyapti. 14,7 gramiga qancha natriy OH sarflanadi? Proporsiya qilsak, adashmasam 12 gram chiqadi. Demak, natriy OH 12 gram sarflanar ekan. Natriy OH eritmasini titri 3,2 gram taqsim litr. Bu nima degani? 3,2 gram natriy OH o'zi 1 litr eritmada mavjud bo'lar ekan. 12 grami qancha eritmada mavjud bo'ladi? Proporsiya qilsak, 12 ni 3,2 ga bo'lamiz. Demak, natriy OH eritmasining hajmi kelib chiqadi 3,75 litr. Demak, sulfat kislota eritmasini 1 litr olsak, natriy OH eritmasi 3,75 litr bo'ladi ekan va nisbati 1 ga 3,75 degan javob bo'ladi ekan. Siz teskarisiga olib ko'ring. Shunda sulfat kislotani hajmi v kislotani hajmiga v natriy OH. Oxirida baribir nisbat olasiz. Nisbat olsangiz, shunchadir hajmga qanchadir hajm 1 litrga qancha bo'ladi? Proporsiya qilsangiz ham bo'ladi. Qisqasi 3,75 chiqadi.
Bundan keyin erituvchanlik haqida ham bitta video qilamiz va umumiy eritmalar haqida katta hajmdagi bitta video qilamiz. Faqat u videoda endi katta va ko'p masala bo'ladi. Taxminan 60 tachami, endi men o'zim taxmin qilyapman. Balki undan ko'pdir, balki undan kamdir. 60 tacha video, 60 tacha masala bo'lishi mumkin o'sha videoda. Shuning uchun katta hajmda bo'ladi. U videoda mana bunday bitta ishlasam juda katta va uzoq vaqt o'tib qoladi. Shuning uchun u videoda birinchi yechimlarni qilib chiqaman va sizlarga shu sertifikat yechimlarini qanday qilgan bo'lsa, mana shunday tez tushuntirib ketaman. Shunaqa do'stlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.